8 yil oldin turmushdan ajraganimda, ey ishim bor, pulim bor, erimni nima qilaman, bolalarimni boqib olaman degan. Men unda yosh bo'lganman, ahmoq bo'lganman. Men to'g'risini aytaman. Hozir esa mana ming afsus qilaman. Turmush o'rtog'im bilan ajrashgan. Men nima uchun o'sha paytda o'sha erimning xiyonatini ko'zimni yumib keta olmadim. Men shu yil ichida ersiz yashagan bo'lsam, hali unisi ikkinchi xotinga taklif qiladi. Hali bunisi свободное отношение deyishadi-ku. Va kasallik paytingizda ularning ko'magi bilan vaziyatdan chiqqansiz. Shu bir kunda Allohdan so'radim, yig'lab o'laman turmush o'rtog'imga yetkazib, lekin hozir shunaqa afsus qilaman. Iltimos, ayollar, mayli erkak kishi yursa yurar, lekin ozgina mелочь uchun ajrashmaylar. Siz buni farzandlaringiz voyaga yetib qolgan va pulingiz bor, ta'minotingizni qila oladigan ayol sifatida aytyapsiz. Shunaqa. Lekin bar erkak kishining vazifasi bor ekan. Erkak kishi bitta ayb qilish uchun ayol kishi ham sababchi bo'ladi. Ayol kishi bitta ayb ish qilish uchun erkak kishi ham sababchi bo'ladi. Qoyil bunaqa deyotgan aktrisalarning birinchisi bo'lsangiz kerak meni hayotimda. Chunki aktrisalarga qo'yib bersangiz, chiqib olib ro'molchasini olib erini yomonlashdan gap boshlab, erini yomonlash bilan gapini tugatadigan bo'lib qoldi-da hozir.